Samarqand yana bir xalqaro chempionatga mezbonlik qildi. Samarqand Open nomli Kyokushinkai karate bo'yicha o'tkazilgan ochiq chempionatda 6 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan sportchilar o'zaro bellashishdi. Musobaqada Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikiston, Rossiya va O'zbekistondan 400 nafardan ziyod sportchilar ishtirok etdi. Musobaqa Oyama Kyokushinkai karate federatsiyasi va O'zbekiston Respublikasi sport vazirligi hamkorligida sog'lom inson, sog'lom millat shiori ostida o'tkazildi. Avvalambor chempionatga taklif qilinganim uchun minnatdorchilik bildiraman. Musobaqa juda ham ko'tarinki ruhda tashkil etilgan. Kyokushinkai karate faqatgina sport emas, balki xalqimizni birlashtiruvchi kuchga aylanmoqda. Bu chempionat orqali sportchilarimiz o'rtasida do'stlik, o'zaro hurmat va xalqaro hamkorlikni mustahkamlaymiz. Musobaqani tashkil etishdan ko'zlangan maqsad yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ular orasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, turli huquqbuzarliklardan himoya qilish hamda ushbu sport turini ommalashtirishdan iborat. Mana muhtaram prezidentimiz tomonidan dolzarb 90 kunlik tadbirlar uchun start berildi. 1-iyundan 1-sentyabrgacha bo'lib o'tadigan dolzarb 90 kunlik sport tadbirlari deymizmi, madaniyat tadbirlari deymizmi, shunday tadbirlarda Oyama Kyokushinkai'da trenerlari, murabbiylari biz ham tayyormiz va dolzarb 90 kunni biz muhtaram prezidentimizga labbay deb javob berib, ko'plab yoshlarni qamrab olib o'z hissamizni qo'shmoqchimiz. Bellashuv oliy toifali hakamlar tomonidan xolis va adolatli baholandi. Yakuniy natijalarga ko'ra O'zbekiston 1-o'rin, Tojikiston 2-o'rin, Turkmaniston 3-o'rin hamda 4-o'rinni Rossiya davlati vakillari qo'lga kiritdi. G'oliblarga tashkilotchilarning diplom hamda esdalik sovg'alari topshirildi. Chempionat g'oliblari Yaponiyada o'tadigan jahon chempionatiga yo'llanmaga ega bo'lishdi.